Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman ösmünler qurğunu. Ösmünler üçün alayet tanlanğan dualar mecmuası. Yasin Muhammed Sabinati. Resimlerini sızğıcı ve lahilikçi Ahmet Arap. Fatin Sabri. Teklemakan Uygur Neşriyatı. Birinci. Uykudan uyganğan çığımda Elhamdülillahillezi ahyana ba'dama amatana ve ileyhin nuşur deymen. İkinci. Xorazның çınlığını anlağan çığımda Allahümme inni es'aluke min fadlik deymen. Üçüncü. Hacetxanaga kirmekçi bolsam, kirişten ilgiri sol putumnu besip Allahümme inni e'uzu bike minel khubsi vel khaba'is deymen. Dördüncü. Hacetxanadan çıkıdığan çağda oң putumnu besip çıqqandan keyin gofraneke deymen. Beşinci. Taharet almakçı bolsam, kolumnu soğuk tanıgan halda Bismillah deymen. Altıncı. Ailemdekilerden biri bilen uçuruşup kalsam, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu deymen. Umu ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip salamını ilik alıdı. Yettinci. Tamak yemekçi bolğan çığımda oң kulumnu sunğan halda Bismillah deymen. Tamakni yap bolğandan keyin Elhamdülillahillezi at'amana ve saqana ve ja'alana minel muslimin deymen. Su, çay ve meyve yoki boshqa bir narsa ichishdan ilgari Bismillah deymen. İçip bolğandan keyin Elhamdülillah deymen. Kiyimimni salmoqchi bolsam Bismillahillezi la ilahe illahu deymen. Kiyimimni kiymekçi bolsam Bismillah deymen. Öyden çıkıdan çığımda Bismillahi tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah deymen. Müslüman dostlardan biri bilen uçuruşup kalsam, kol elişip görüşkenin alda Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu deymen. Umu salamını ilik elip ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deydi. Mescidga kirdiğan çığımda aldı bilen oң putumnu basqan halda Bismillahi Allahümme salli ala Muhammed Allahümme iftahli ebvabe rahmetik deymen. Kur'an-ı Kerimni tutmakçı bolsam Bismillah deymen. Kur'an-ı Kerimni oquşqa başlaşdan ilgiri A'udhu billahi mineşşeytanirracim deymen. Mescidin çıqqan çağda aldı bilen sol putumnu basqan halda Bismillahi Allahümme salli ala Muhammed Allahümme inni es'aluke min fadlik deymen. Topluşup durğan kişilerin elinde ötkinimde Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh deymen. Ular cevaben ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deydi. Açıqlansam yoki açılanğan kişilerini görsem ularning yeniga berip A'udhu billahi mineşşeytanirracim deymen. Yağmur yaqqanı körgünümde Allahümme sayyiben nafi'ah deymen. Bana biri Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu deb salam berse men mu ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deb salamını ilik alaman. Şükürüp kalsam elhamdülillah deymen. Yenimde bir şükürüp elhamdülillah dese onunla yerhamukallah deymen. Umuman cevaben yahdikumullah ve yuslih balekum deydi. Eğer bir Müslüman dostunu yaxşı görsem onunla inni uhibbuke fillah deymen. Dostum bana Ahabbekallahu ahbabtani fi deb cevap qaytırdı. Kesel yoklagan çığımda
La ba'sa zahurun inşaallah deyman. La ba'sa tahurun inşaallah deyman. Matematikada birer mesele işleyelmesem yoki bir qancha savol javob topishda qiynalib qolsam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla va anta taj'alul hazna iza shi'ta sahla deyman. Biri bana birer işçi yordam qilsa, onunga minnatdorlik bildirib, jazakallahu khayran deyman. İşikni çekadigan chaqda o'ng qo'limni so'zgan holda bismillah deyman. Biri kirishim uchun ishikni ichib bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deyman. Umu salomimni ilik elib va alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuh deb javob qaytirdi. Uy kirayotgan chig'imda bismillahi valajna va bismillahi kharajna va ala rabbina tavakkalna deyman. Uyga kirgandan keyin oilamnikilarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deb salom qilaman. Ularmi bir-birlab va alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuhu deb salomga javob qaytirdi. Kitap o'qish yoki xat yozish degandek biror ishni boshlaydigan chig'imda bismillah deyman. Resp mindigan chig'imda bismillahi alhamdulillahi subhanallazi sakhkhara lana haza va ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun degan duoni o'qiyman. Ama talat degandek meyip kişilerini görsem elhamdülillah ellezî afani mimma ibtelâke bih ve feddeleni ala kesirim mimmen halaka tefzîlâ deymen. Avtomobil bilen sefer kılgan çığımda bismillah elhamdülillah subhanellezî sakhkhara lana haza ve ma kunna lehu muqrinin ve inna ila rabbina lamunqalibun degan duoni o'qiyman. Seferge atlanish niyati bilan avtobusga chiqqan chig'imda Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Subhanallazi sakhkhara lana haza ve ma kunna lahu muqrinin ve inna ila rabbina lamunqalibun deyman. Sefer üstüdeki chig'imda yoki igiz joylarga chiqqanimda Allohu akbar deyman. Sefer jarayonida yoki boshqa vaqtlarda igiz joydan to'yga tushgan chig'imda subhanalloh deyman. Bozor yoki do'konlarga kirgan chig'imda la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumit ve huve ala kulli şeyin qadir degan duoni o'qiyman. Turalg'u joyimga yetib kelgan chig'imda a'uzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq deyman. Safardan qaytgan chig'imda aibuna taibuna abiduna li robbina hamidun deyman. Mehmanni ustib qo'ygan chig'imda uningga astaudiullaha lidinik va amanatik va xavatima amalik deyman. Safarga atlangan chig'imda atrofimdagilarga astaudiukumullahu allazi la tadi'u va vada'ahu deyman. Yangi ayni ko'rgan chig'imda Allahu akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amn vel iman vel selameti vel islam vel tevfik lima tuhibbu ve terda Rabbuna ve rabbukallah deyman. Uxlaydigan chig'imda bismika Allahumma ahya ve bismika amut deyman. Muhim aqidalar Abdülkadir Damullam. Neşir tayyorlovchi
Abducelil Turan. Sual: İnsanның baxtli bo'lishi va ulug'ligi nima bilan bo'ladi? Javob: haq va rost dinni qabul qilib, uningga amal qilish bilan bo'ladi. Sual: haq va rost din qaysi dindir? Javob: haq va rost din Alloh taolo tarafidan kelgan islom dinidir. Sual: inson nima bilan islom diniga kirib mu'min va musulmon bo'ladi? Javob: kalima tayyibani tilga jariy qilib, ma'nosini bilib, dili bilan tasdiq va qabul qilish bilan bo'ladi. Sual: kalima tayyiba qaysi kalimadir? Javob: la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohdir. Sual: bu kalima tayyibaning ma'nosi nima? Javob: bir Allohdan boshqa hech qanday ma'bud va xoliq yo'q. Muhammad alayhissalom Alloh taolo tarafidan bizlarga avatgan elchi va bir haq payg'ambaridir demakdir. Sual: qanday kishi kamil mu'min va musulmon bo'ladi? Javob: islom dinini qabul qilib, shariatda ko'rsatilgan hukmlarga iymon keltirib, uningga bo'ysungan kishi kamil mu'min va musulmon bo'ladi. Sual: iymon degan nima? Javob: Alloh taologa, Alloh taoloning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, qiyomat kuniga, yaxshilik va yomonlikning Alloh taoloning taqdiri bilan bo'lganligiga va o'lgandan keyin tirilishning haq va rostligiga shaksiz ishonishdir. Sual: Alloh taologa iymon keltirish nima bilan bo'ladi? Javob: Alloh taolo birdir, bardir, qadimdir, azaldan bardir, hech qanday sheriki yo'qdir. Alloh taolo barliq sifatlari bilan sifatlanguchidir. Har qanday ayib nuqson va kamchiliklardan pokdir. Alloh taoloning sifatlari qaysi sifatlardir? Sual. Javob: Alloh taoloning sifatlari ayyun, alimun, muridun, qadirun, mukallimun, mukavvinun, sami'un va basirun qatorli sifatlardir. Sual: ayyunning ma'nosi nima? Javob: Alloh taolo tirikdir, hergiz o'lmaydi. Tirikligi jism va jon bilan emas, balki o'ziga loyiq sifati bilan tirikdir. Alimunning ma'nosi nima? Javob: Alloh taolo hamma narsalarni mayli oshkora yoki yashirin bo'lsin, tamoman bilguchidir. Hech qanday narsa Alloh taoloning ilmidan tashqari emasdir. Alloh taoloning bilishi aql bilan emas, balki o'ziga loyiq sifati bilan bilguchidir. Savol: Alloh taolo muridunning ma'nosi nima? Javob: Alloh taolo iroda qiluvchidir. Hamma narsa Alloh taoloning irodasi va xohishi bilan bo'ladi. Qodirning ma'nosi: Alloh taoloning hamma narsa kuch yetkichidir, hech qanday narsadan ojiz emasdir. Mutakallimunning ma'nosi: Alloh taolo so'zlugchidir. Qur'on Karim Alloh taoloning so'zidir. So'zlishi til va og'iz bilan emas, balki o'ziga munosib sifati bilan so'zlugchidir. Mukavvinunning ma'nosi: Alloh taolo barliq maxluqotlarni yaratuvchi va yo'qdan bor qiluvchidir. Hamma narsa Alloh taoloning yaratishi bilan paydo bo'lgan va barliqqa kelgandir. Sami'unning ma'nosi: Alloh taolo hamma narsani anglovchidir. Anglashi quloq bilan emas, balki o'ziga loyiq sifati bilan anglovchidir. Basirunning ma'nosi: Alloh taolo hamma narsani ko'rguchidir. Hattoki qorong'u kechida qora tosh ustidagi qora chumulning harakatini ko'rib turguchidir. Ko'rishi ko'z bilan emas, balki o'ziga munosib sifati bilan ko'rguchidir demakdir. Farishtalarga qanday iymon keltirish kerak? Alloh taoloning farishtalari bordir. Ularni nurda yaratgandir. Ular erkak yoki kishi bo'lmaydi. Ular yemaydi va ichmaydi. Ular hamisha Alloh taoloning itoatida bo'lgan ulug' va aziz bandalardir. Ularning muqarrab va mursallari Allohga eng yaqin va elchilik vazifasini topshirib olganlari. Cebrail, Mikail, Israfil va Azrail alayhissalomlardir. Kitoblarga qanday iymon keltirish kerak? Alloh taolo bandalarni isloh qilish uchun payg'ambarlarga kitoblarni nozil qilgan. U kitoblarda amri, nahi, va'da va va'idlar, yaxshilikqa va'dalar, yomonlikqa tahdidlar, bandalarning din va dunyodagi foyda ziyonlari bayon qilingan. U kitoblar Tavrat, Injil, Zabur, Furqon, Qur'on va boshqa kitoblardir. Bu kitoblarning hammadan avvali Qur'on Karimdir. Qur'on Karimning hukmi ta qiyomatgacha baqidir. Payg'ambarlarga qanday iymon keltirish kerak? Javob: Alloh taolo bandalarni to'g'ri yo'lga kirgizish uchun o'z fazli bilan payg'ambarlarni avatgan. Ular insonlarni tavhid,
Allah Taala'nın bar ve bir deb bilish, yaxshi ish ve güzel axloqqa da'vat qilib, shirik Allah Taalaga ibodat qilishni boshqa birini shirik qilish va yomon ishlardan to'sqandir. Payg'ambarlarning hammasi gunohdan xoli va pokzotlardir. Payg'ambarlarning birinchisi Adam alayhissalom bo'lib, eng oxirgisi va hammadan afzali bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdir. Qiyomat kuniga qanday iymon keltiramiz? Qiyomat kuni bandalarning yaxshi yomon ish amallariga mukofot yoki jazo beriladigan kun bo'lib, u kun haq va rost bo'lib, u kun haqidagi Qur'on Karim va sahih hadislarda zikr qilingan voqealarning tamoman oshkora bo'lishi haq va rostdir. Taqdirga qanday iymon keltiramiz? Bandalarning mayli yaxshi yoki yomon amallari Alloh taolaning taqdiri bilan bo'ladi. Lekin Alloh taolo yaxshi amallarga rozi, yomon amallarga rozi emasdir. İslam degan nima? Javob: shahodat aytib musulmon bo'lish, namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutish va haj qilishdan iboratdir. Shahodat aytish degan nima? Alloh taoladan boshqa hech qanday ma'bud barhaq ibodatga loyiq haqiqiy iloh va xoliq bütün mavjudotlarni yo'qdan bor qiluvchi yo'qdir. Muhammad alayhissalom Alloh taolaning bizlarga avatgan elchisi va barhaq payg'ambardir deb guvohlik berishdir. Namoz o'qishning ma'nosi nima? Javob: kunda 5 vaqt namozni shariat ko'rsatmasiga muvofiq to'g'ri o'qishdir. Zakot berishning ma'nosi nima? Iqtisodiy ahvoli aslohishdan eshib, zakot berish miqdoriga yetsa zakot berishdir. Zakotning ma'nosi molni poklash demakdir. Zakotni bermagan mol najisdir. Ziroatning zakoti o'shir va xirojdir. O'shira va xiroj bermagan ziroat halol emasdir. Ro'za tutishning ma'nosi nima? Ramazon oyida tong otishdan boshlab kun o'ltirishda ro'za tutish niyati bilan yemak-ichmak va jinsiy aloqa qilishni tark etishdir. Haj qilishning ma'nosi nima? Javob: Baytullohga berib kelguncha yo'l xirojiga va oilaning nafaqa va ehtiyojlariga yetkudek narsaga ega bo'lgan kishi umrida bir qitim haj qilish, Baytullohni tavaf qilish demakdir. Iymonning xulosasi nima? Muhammad alayhissalom Alloh taolaning dargohidan elib kelgan va payg'ambar tarafidan uqtirilganligi aniq bo'lgan farmonlarga tili bilan iqro va dili bilan tasdiq qilishdir. İlim talab qilish degan nima? Javob: ilim talab qilish har ayol har qanday inson farzdir. Ilim dunyo va oxiratlik baxt saodatga erishishning yo'lidir. Savol: millatning xor va zubun, ojiz, bichora bo'lishining sababi nima? Javob: ikki narsadir. Biri jaholat va nodonlik, yana biri ittifoqsizlik va ixtilofdir. Har qanday millatning xor va zubun bo'lishining sababi nodonlik va ittifoqsizlikdir. Savol: izzat, obro'y, kuch-quvvat nima bilan bo'ladi? Javob: ilm, ma'rifat va ittifoqlik bilan bo'ladi. Buning uchun Janobi Haq bizlarni ittifoqlikqa amr qilgandir. Hammanglar Allohning arg'amchisiga, Allohning diniga mahkam yopishinglar, ayrilmanglar. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan aman qoladi. Diniy qarindoshlarimizning bu kitobni ahli avlodlarga ta'lim berishni umid qilamiz. Alloh albatta yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib yotmaydi. Nashriyatdan Yasin Muhammad Sabinatining Musulmon o'smirlar qo'rg'oni nomli bu asari farzandlarimizning hadis kitoblarida bayon qilingan duo, zikr va sunnatlarni to'g'ri o'rganishda turtki o'ynag'uchi. Hurmatli ota-onalarning bu kitobda ko'rsatilgan duo, zikr va sunnatlarni farzandlarga adiltishni, amaliyatiga tatbiqlab odatlanishga yordamchi bo'lishini so'raymiz. Janobi Alloh hammamizga to'g'ri yo'lda mustahkam qilg'ay, har ikki dunyo saotiga nail qilg'ay. Amin. Mustahkam Qur'on yurish asarlaridan Musulmon o'smirlar qo'rg'oni nomli bu kitobning avtori ninki so'zini o'qiylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man valah. Farzandlarni yaratquchisiga va uning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga sodiq, tili Allohni zikr qilish ko'nik, tili bilan dili bir-biriga mos, shundaqla o'zi yashayotgan jamiyat bilan birgalikda insonlarni yetishtirib chiqishni ko'zlaydigan islom tarbiyasining eng muhim nishonlarining biri shubhasizki farzandlarni e'tiqodiy va axloqiy jihatdan sog'lom yetishtirib chiqishdir. Musulmon murabbiy tarbiyalaguchi u nishonni ishga oshirish uchun muvofiq paytni tepib farzandiga zikr duolarni yodlatishga va uni tatbiqlab odatlanishga ko'ngil bo'ladi. Shuning bilan uning tili Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lgan holat keladi-da, Allohni zikr qilmaydigan bolalardan farqli o'sib ketadi. Sahih Buxoriyda ko'rsatilishicha, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Rabbini zikr qilgan kishi bilan uni zikr qilmaydigan kishi o'lik bilan tirikka o'xshaydi. Farzandlarning Allohni zikr qilish bilan mashg'ul bo'lishi ularning shaytonning sharridan saqlaydi. Chunki shayton Alloh zikr qilingan joydan qochadi. Alloh taolo insonni shaytonning mikridan qo'g'dash, himoya qilish, asrash uchun farishtalarni mas'ul qilgan.
U vaqtda aziz kitobi Qur'on Karimda har bir odamning oldi keyinda Allohning amri bo'yicha uni qo'daydigan navbatchi farishtalar bor deydi. Ra'd surasi 111-oyat. Shu vajidunki bu kitobga musulmon ismini qo'rg'ini deb nom qo'yishni vaqf ko'rdim. Janobi Allohdan bu xizmatni o'ziga xos qilgan xizmat deb qabul qilishni, kitobni o'qigan barliq kishilarni manfaatlantirishni tilayman. Avtordan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.